Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun biz pushaymon qiladigan ishlardan 20 ish haqida to'xtalamiz. Pushaymon qilish inson xarakterining bir parchasi. Hamma odamning pushaymon qiladigan ishlari bo'ladi. Bo'libmi bizdan sodir bo'lgan va o'ngshig'il bo'lmaydigan ishlarimiz uchun hammamiz pushaymon qilamiz. Pushaymon qilmaydigan odam topilmaydi. Pushaymon qilish ayb emas. Chunki Atimiz Adem Aleyhisselam'ı öz hatalıqına pushaymon qilgan ve Allah Teala'ga iltijo qilib duo qilgan. Robbana zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ey Rabbimiz, biz özümüzge özümüz zulüm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz. Kashki bizda bu kompyuterning Z knopkasidek knopka bo'lsa edi. Barliq xatoliklarimizni va o'ngshig'ili bo'lmaydigan hamoqatlarimizni knopkaga birini urish biralla o'chirib tashlay olgan bo'lsak, biz tariximizni qaytarib kela olmaymiz. Hamoqatliklarimizni o'chira olmaymiz. Qilmishlarimizni yo'q qila olmaymiz. Faqatla rahim shafqatlik egimizga iltijo qilib, tavba qilish orqali uning kechirimiga erisha olamiz. Shaksizki tövbe bizga berilgan eng zo'r ne'mat va chiqish yo'li. Tövbe gunohni yer, sadaqa balohni yer deb ajdodlarimiz bekorga aytmagan. Chunki payg'ambar alayhisalom gunohiga tövbe qilgan odam gunoh qilmagan odamga o'xshashdir deb ko'rsatgan. Shuni bilib olish kerakki, qilmish ikki turli bo'ladi. Biri Allah Teala'nın qil ve qilma degan buyruğuna xiloflik qilish. O az-zunub, yani günahlar deb atildi. Yani biri mahluqatga qarata sodir qilingan qilmish. O sayyiat, yani yomonliklar deb atildi. Günahlarni Allah Teala o'zi bevosita mag'firat qiladi. Innalloha yaghfiru-zunuba jami'a. Innahu huval g'afurur rahim. Allah hakikaten tövbe kılgan kişilerin bağlı günahlarını mağfiret kıldı. Çünkü o nihayet mağfiret kılıcıdır, nihayet mehribandır. Ama yamanlıklarını, yamanlık kılınğıcılar geçirgenden keyin anlık Allah Teala mağfiret kıldı. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kim ki zulüm kılgandan keyin tövbe kılsa ve özü buzgallarını tüzetse, Allah hakikaten onun tövbesini kabul kıldı. Çünkü Allah Teala nihayet mağfiret kılgıcıdır, benlerge nihayet rahim şefkatlidir. İnnel hasenat hüzhüne seyyiat. Yaxşı işler arqılıq, yaman işler yuyuludu. Birovga yamanlık kılgandan keyin unuga yaxşılık qilib razılıqını elish arqılıq yamanlıqni yuyğılı bo'ladiganligiga bu oyat ishorat qildi. Endi biz pushaymon qilgan ishlar ko'pinchimiz oldimizdagi 10 yoki 20 va yoki 30 yildan keyin pushaymon qiladigan ishlar tuyandikicha. Birinchisi, ota-onamiz bilan ko'proq birga bo'lolmaganligimizga pushaymon qilamiz. Ikkinchisi, tapovutimizning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar iqtisodchan bo'lmaganligimizga pushaymon qilamiz. Üçüncüsü, biz qimmatini bilmay qo'ldan bergan fursatlar uchun pushaymon qilamiz. To'rtinchisi, yetarlik darajada o'qimaganligimizga, ko'p narsalarni o'rganolmaganligimizga pushaymon qilamiz. Beshinchisi, vaqtimizning ko'p qismini farzandlarimiz bilan birga o'tkazmaganimizga pushaymon qilamiz. Altıncısı, arzu armanlarımızda amalga oshirishni kechiktirganligimizga pushaymon qilamiz. Yettincisi, xalab xalamay birovning ko'nglini ranjitib qo'yganligimizga pushaymon qilamiz. Sakkizinchisi, o'zimiz xalamagan ishga yo'q deyolmaganligimizga pushaymon qilamiz. To'qqizinchisi, hayotimizning planini boshqalarning qo'liga tutqizib qo'yganligimizga pushaymon qilamiz. O'ninchisi, xatoligini bilib turib davomlashtirgan ishlar uchun pushaymon qilamiz. 11-si, burun batıllıqını bilmay aqida qilgan ishlar uchun pushaymon qilamiz. 12,
yaşlığımızda kıymetini bilmegen fırsat ve şaraitler için pişayman kılmız. 13-cüsü, ata-anamızı rencitken yoki farzandlarimizni hijolatda qo'ygan har bir qilmishimizga pushayman qilamiz. 14-cüsü, kishilarga o'zimizni arzitish uchun kiyib olgan maskalar uchun pushayman qilamiz. 15-cüsü, biz amal qilmagan har bir nasihat yoki maslahat uchun pushayman qilamiz. 16-cüsü, yerim yo'lda voz kechgan planlarimiz uchun pushayman qilamiz. 17-cisi, acizlarga kuchimizni ko'rsatganligimizga pushayman qilamiz. 18-cisi, ailedagi muhabbatning qiymatini bilmagan har bir daqiqamiz va har bir soniya, sekundimiz uchun pushayman qilamiz. 19-cisi, oddiy ishlar sababli jo'rimizni yoki farzandlarimizni ranjitganligimizga pushayman qilamiz. 20-cisi, arkamızda birer katta iş yoki birer güzel eser kaldırmay bu dünya bilen hoşlaşmakçı bolğunumuzga pushayman qilamiz. Fursat ketib qilishdan burun yuqorqi ishlarni obdan o'ylab har biriga javob topishga tirishaylik. İnsan qirishdan qo'rqmaydi o. Balki arkasida o'zini asligidek birer eser qaldıra olmaslikdan qo'rqadi. Chunki qo'rqadigan narsa yashinib qilish yoki o'lim emas. Çünkü o hamma adamның beshiga keldi. Belki dunyoga kelmagandakla yo'qolib ketishdan qo'rqadi. Shunga hayotingizdan iz qoldirishga aldiram. İbret. Pushaymonlaringizni yezib chiqish uchun qirishingizni kutmang. İnsanlarning xatoliklari va hamoqatliklari har xil bo'lsa-mu, hammasının pushaymani bir xil bo'ladi. Biz kelajakda pushayman qiladigan ishlar hozir qilishga ikkilanib yurgan ishlarimizning dal o'zidir. Alloh hammamizni pushaymondan saqlag'ay va arzu armonlarimizni amalga oshirishga nasib qilg'ay. Amin.